Kim boshqaryapti hozir? Kim boshqaryapti? Erkaklar boshqaryapti. Faqat oilani boshqara olmayapti xolos. Butun dunyoni boshqaryapti. Oilani biz tizginni ushlab olganmiz. Prezidentlar ham erkaklar, harbiylar ham erkaklar, snayperlarda ham erkaklar, to'g'rimi? Chegarada erkaklar, to'g'rimi? Eng qiyin ishlarda erkaklar, tank mingan erkaklar. Lekin oilada biz o'shani buxlashtirib yotibmiz ayollar. Oilani eplay olmasdan erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak. Erkakka topshirish kerak, orqasida turish kerak, tamom. Bilmagan joyini o'rganib turish kerak, bo'ldi. Topshiring muammoni, topshiring. Hozir dadam bilib qolsa deb turib hayiqtirib qo'ymaysizmi? Hozir dadam bilib qolsa deb hayiqtirib qo'ymaysizmi? Meni ham qo'shib urishib qo'ying deb qo'ying yeringizga. Bolalaringizni-da, bolalaringiz eringizdan hayiqtirib olmasangiz, ittadan hayiqtira olmaysiz. Hech kimdan hayiqmaydi. Pulni yeringizga topshiring, undan ko'p qilib olmaysizmi? Barakani yo'q qilib, uchuntadan buchuntakka, buchuntadan buchuntakka. Tushunadi, hamma narsani tushunadi erkaklar. Tushuntirib bilish kerak xolos. Hammasini tushunadi. Sizga nima? Hamma g'alvani yelkangizga olib, bozorda ham ishonmasdan, u bolangiz emas, u yeringiz, topshiring hamma narsani, Xudo yozsin. Sizga nima? Butun g'alvani yelkangizga orqalatib qo'ying. Erkakda shunday ro'para qilib qo'ying. Hozir dadang kelsa olma deb qo'ying. Bolalar ham siyvoradi. Qora qilib o'tirasiz, o'zingiz dam olib o'tirasiz. Yeringizga yuklab qo'ying hamma narsani. Sizda ham qo'shib urishib qo'ysin bolalarni oldida. Ichkariga kirganda sekin gaplashaverasiz alohida. Xato qilgan joyini, dadasini bitta xato qildingiz, bolalar oldida unaqa demayin deb sekin aytaverasiz. Ertadan keyin qaynona kelin munosabatlarda ham qiynalib yurasizlar keyin. Otadan qo'rqib turmasa farzand sizni kiyib boradi, boshqa narsa qiladi boshingizga chiqib. Shuning uchun otadan qo'rqitib oila birinchi o'rinda.